Bugun yuragini operatsiya qildirayotgan bemorlar soni ko'payib bormoqda va kardioxirurggacha olib boradigan kardiologlarimiz ham ko'payapti. Nima uchun shunday bo'lyapti? O'zi qaysi daqiqalarda xirurgiyagacha borish kerak? Yurak sohasi bo'yicha. Birinchi o'rinda bu yerda shifokorlarda ayb emas. Birinchi o'rinda bemorlarda o'zida kech murojaat qilgan bemorlar bor. Oddiy misol, xansiraydi. Lekin shifokorga bormaydi. Men juda ko'p odamlarga aytaman. Shu o'tirganda nafas olib xansiraydi. Endi yurib kelsa mayli. Yugurib kelsa mayli. Ovqat yeyotganda xansirayapsiz. Bir tekshirtiring. E'tiborsiz. Endi infarkt bo'lgandan keyin ko'zga hech narsa ko'rinmaydi. Uydagilari ovora. Bemor reanimasiyaga tushadi. Millionlar to'lashga tayyor. Lekin operatsiya hech kimga garantiya bermaydi. Operatsiyada garantiya berilmaydi. Chunki katta operatsiya, AKSH, aorta koronari shunday katta operatsiya. Bu yurakni ochiq operatsiyasi. 3 soat, 4 soat bo'ladigan operatsiya. Operatsiyadan keyingi reabilitatsiya vaqti bor. Juda ko'p vaqt ketadi, juda ko'p mablag' talab qilinadi. Ikkinchisi, shifokorlarda ham ayb bor. Chunki bemorni qachonki sinchkovlik bilan tekshirmasa, yuzaki tekshirsa, standartda yozilganda to'g'ri keladimi, kelmaydimi o'sha dorilarni bersa. Chunki standartda ko'p yozilgan dorilar to'g'ri kelmaydi. Aynan. Chunki standart imенно bitta kasallik uchun chiqarilgan. O'sha bemorda qo'shimcha qandli diabeti bo'lishi mumkin, qo'shimcha bronxialni astmasi bo'lishi mumkin, yo boshqa Xobilga o'xshagan kasalliklar bo'lishi mumkin. Biz o'zimiznikini berib, nari kasallikni kuchaytirib qo'yishimiz mumkin. Mana shu yerda shifokorning mahorati rol o'ynaydi. Shifokorning mahorati dorini o'sha bemorga qaysi dorini berishda tanlashda. Chunki hozir har bitta guruhning bir nechta xil podgruppa dorilari bor. Nima uchun bu podgruppaga ajratildi? Davleniya misol plus saxniy diabet bilan keladi. Mana uni podgruppadagi bergan ma'qul. Yoki bo'lmasa davleniya tushiramiz deb, hali bronxni qismaslik uchun mana gruppa dorini berishimiz kerak. Buning uchun men doim aytaman, oliygohda olgan bilim kamlik qiladi. Yana qo'shimcha kitob olib o'qish kerak. Ayniqsa kardiolog doktor faqat kardiologiya emas, boshqa sohani ham bilish kerak. Chunki hamma joyda qon tomiri bor. To'g'ri.